O'zbekistonda yashayotgan fuqarolarga shoshilinch tezkor xushxabar. Prezident qarori. O'zbekistonliklar 2026-yilda bola puli, moddiy yordam va imtiyozlar kimlarga beriladi va kimlarga rad etiladi? Barcha savollaringizga ushbu videorolikda javob topasiz. Fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam kimlarga qancha beriladi? Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlashda bir nechta talablar bor. Ijtimoiy himoya agentligi nafaqalarni tayinlash va to'lovlarni amalga oshirishda vakolatli davlat organi hisoblanadi. Asosiy talablar: bolalar nafaqasi va moddiy yordam ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali kam ta'minlangan oilalarga tayinlanadi. Mazkur mablag'larni olish uchun murojaatchining har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad minimal iste'mol xarajatlari 648 ming so'mdan kam bo'lishi lozim. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlashda arizachining mehnatga layoqatli oila a'zolari band bo'lishi yoki mehnat organlariga murojaat qilgan bo'lishi kerak. Shu bilan birga talabdan bittadan ko'p ko'chmas mulk, natural ko'chmas mulk, yangi avtomashinasi, bankda katta miqdordagi depozitlari va qimmatbaho qog'ozlari bo'lmasligi ham inobatga olinadi. Yangi tartibga ko'ra O'zbekistonda 2024-yilning 1-mayidan boshlab may.gov.uz portali orqali bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam uchun onlayn ariza berish imkoniyati ham yaratilgan. Bolalar nafaqasi qancha to'lanadi? Hozirda bolalar nafaqasi miqdori oilada 3 yoshgacha bo'lgan bir bola uchun 325 ming so'm. Eng birinchi farzand 3 yoshdan katta bo'lsa, unga 250 ming so'm to'lanadi. Keyingi ikkinchi farzandlarga ikki holatda ham 150 ming so'mdan beriladi. Keyingi farzandlarning har biri uchun 100 ming so'mdan qo'shib ketilaveradi. Moddiy yordam miqdori esa oyiga 380 ming so'm. Oilalarda birinchisidan keyingi farzandlar tug'ilish holati bor. Amaldagi tartibga binoan yangi tug'ilgan chaqaloqlar tug'ilganidagi ma'lumotlar Fuqarolik organining axborot tizimidan onlayn va avtomatik tarzda olinadi. Ya'ni fuqarolar yangi farzand tug'ilgach, bolalar nafaqasiga qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilmaydi. Bola tug'ilgan sanadan ma'lumotlar avtomatik ravishda dasturga keladi. Keyingi oyning 1-sanasidan pul miqdori yangi tug'ilgan bolaga ham qo'shilgan holda qayta hisoblab oshirilib boraveriladi. Eslatib o'tamiz, ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq barcha savollaringizga tuman yoki shahardagi Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilishingiz mumkin, deyiladi xabarda.